Rossiyadagi yurtdoshlarimiz diqqatiga yangi AnjirPay ilovasi o'z faoliyatini boshladi. AnjirPay orqali siz Rossiyadan turib O'zbekistondagi Uzcard, Humo va Visa kartalariga pul o'tkazishingiz, shuningdek, naqd pul shaklida ham yuborishingiz mumkin. AnjirPay ilovasini Play Marketdan yuklab oling va 400 rubl bonusga ega bo'ling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfa olam. Al-Hadat agentligining axborotiga ko'ra 2-martga o'tar kechasi Eron Islom inqilobi qo'riqchilar korpusi havodan Iroq hududida joylashgan Erbildagi Qo'shma Shtatlarning eng yirik harbiy bazasiga zarba berib, uni xaritadan butunlay o'chirib tashlagan. Al-Hadatning bildirishicha, Qo'shma Shtatlarning Yaqin Sharqdagi Eronga zarba berayotgan asosiy kuchlariga yetkazib berilgan o'q-dorilar aynan Erbilda saqlangan. Aytgancha, Erbilga yo'llangan zarbani G'arb agentliklari orasida birinchi bo'lib CNN agentligi tasdiqlagan. CNN'ning Iroqdagi muxbiri Clarissa Wardning ma'lum qilishicha, Erbildagi bazadagi portlash zarbaning ilk daqiqalarida shu darajada kuchli bo'lganki, yon atrof portlashni oldiniga zilzila deb o'ylagan. Negaki portlashdan keyin yuzaga kelgan to'lqin juda kuchli bo'lgan. Al Jazeera agentligining qo'shimcha qilishicha, 2-martga o'tar kechasi Eron Yaqin Sharqdagi Qo'shma Shtatlarga tegishli bo'lgan deyarli barcha harbiy bazalarni o'qqa tutdi. Ular orasida Iordaniyadagi aviabaza ham bor. Al Jazeeraga ko'ra 1-martdan 2-martga o'tar kechasi Eron Bahraynni El-Had tumanida qad ko'targan Qo'shma Shtatlar dengiz kuchlari kemalariga xizmat ko'rsatadigan asriy kompaniyasi binosiga zarba bergan. Qo'shma Shtatlar va Isroil uchun qiziq tomoni shundaki, 2-martga o'tar kechasi Kuvaytdagi bazaga zarba bergan Eron dronlarini baza atrofiga o'rnatilgan hech bir havo tizimi va radar ko'rmagan. Bu esa ayni paytda Pentagonning mutaxassislarini o'ylantirib qo'ydi. Agar ular taxmin qilayotgan texnika Eronning qo'lida haqiqatdan ham bo'lsa, u holda Amerika Qo'shma Shtatlari o'zini barcha harbiy kuchlarini vaqt borida Yaqin Sharqdan olib ketgani ma'qul. Sababi Yaqin Sharqqa o'rnatilgan havo mudofaa tizimlari va radarlar parvozini aniqlay olmagan dronlar istalgan paytda istalgan nishonni yo'q qilishi mumkin. Endi Eronning Milliy xavfsizlik qo'mitasi kotibi Larijanining Trampga bergan javobiga o'tamiz. E'tiborli bo'ling. Fars agentligining axborotiga ko'ra 2-mart kuni Eron Islom Respublikasi Milliy xavfsizlik qo'mitasi kotibi Ali Larijani Ummon orqali Washingtonga yangi noma jo'natgan. Unga ko'ra Tehron Oq uy bilan urushni to'xtatish va hujumlarga chek qo'yish borasida hech qanday muzokara olib bormaydi. Ali Larijanining bildirishicha, Tehron o'z pozitsiyasida qolish uchun rahnamosi bilan birga juda ko'p qurbon berdi va endi pozitsiyasini o'zgartirish bu Eronga xiyonat sanaladi. Bu degani javob zarbalariga tayyor tur degan gapdir. Endi Qo'shma Shtatlar bilan Isroilni hamkorlikda Tehrondagi shifoxonaga bergan zarbasi haqida to'liq axborot beramiz. Tasnim agentligining xabar berishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroilning qurolli kuchlari Tehron markazida joylashgan Gandi shifoxonasiga zarba bergan. Tasnimning ma'lum qilishicha, favqulodda vaziyat sababli tibbiyot xodimlari bemorlar va yangi tug'ilgan chaqaloqlarni xavfsizroq palatalarga ko'chirmoqda. Agentlik jabrlanganlar haqida ma'lumot bermagan. 2-mart kuni Press TV telekanali ham Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroil qurolli kuchlarini Tehronga bergan zarbalari natijasida Erondagi Qizil Yarimoy jamiyati binosi, shuningdek Xotam al-Anbiya va Mutahharri shifoxonalari shikastlangani haqida xabar bergan. Eronning Mehr agentligining aniqlik kiritishicha, 2-mart tongi holat bo'yicha Tehronda Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroil zarbalari natijasida 20 nafar kishi qurbon bo'lgan. Bu ro'yxatga maktabda o'ldirilgan 170 nafardan ortiq o'quvchilar va pedagoglar kirmaydi. 20 nafar kishi Mehr agentligiga ko'ra 1-martdan 2-martga o'tar kechasi Qo'shma Shtatlar va Isroil yo'llagan zarbalar natijasida qurbon bo'lgan. Endi Britaniyani o'z so'zidan qaytib, Trampga Eronni bombardimon qilish uchun o'z harbiy bazalaridan foydalanishga ruxsat bergani bilan bog'liq xabarga yuzlanamiz. Diqqat bilan eshiting.
Daily Mail agentligining xabar berishicha, Buyuk Britaniya bosh vaziri Keir Starmer video murojaat bilan chiqib, Britaniyani Amerika Qo'shma Shtatlariga o'z harbiy bazalarini mudofaa harakatlari uchun taqdim etishini bildirgan. Starmerga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari bundan keyin Britaniya bazalaridan aniq va cheklangan mudofaa maqsadi uchun foydalanishi mumkin. Starmerning izohlashicha, Eron harakatlari natijasida tinch aholi halok bo'lmoqda. Britaniyaliklar hayoti xavf ostida qolmoqda va zarbalar bu mojaroga aralashmagan davlatlarga ham berilmoqda. Shuning uchun Amerika Qo'shma Shtatlari Britaniyani Yaqin Sharqdagi istalgan bazasidan Eronni yo'q qilish uchun foydalanishi mumkin. Aytgancha, Britaniya bosh vaziri Keir Starmerni qo'shimcha qilishicha, nima emish, London Fors ko'rfazi davlatlariga Eron tomonidan yo'llanayotgan dronlarni urib tushirishni o'rgatish uchun yaqinda ukrainalik mutaxassislarni jalb qilarmish va ukrainalik harbiylar keyin Yaqin Sharqqa kelib, Fors ko'rfazidagi mamlakatlarga Eronni shahid dronlarini urib tushirish bo'yicha saboq berarkan. Eslatib o'tamiz, Donald Trump Eronga qarshi urushni 4 hafta, aniqrog'i 28 kun davom etishi mumkinligidan dunyoni ogohlantirdi. Trumpning New York Times muxbiriga bergan intervyusida bayon qilishicha, bu 28 kun davomida ko'plab amerikalik askarlar halok bo'lishi mumkin va Washington ularni qasosini albatta oladi. Shu boisdan hukumatga norozilik namoyishlarini hozir vaqti emas. Bu Trumpni Amerika xalqiga yo'llagan ogohlantirishi edi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfolim bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.